10 ming so'mdan tanlagan ro'molingiz onajon. Bu telefonda vobshe boshqacha ko'rinadi. Qarang. Dim ajoyib, bemalol kelaverasizlar. Bu ham 12,5 ming so'mdan. Birinchi topgan odamga-dek. Birinchi topgan odam bitta ro'mol, ena ketdi. Chevar tikib bermaydigan bahoda aka konditsioner shoylarni olib keldik. Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa bugun sizlarga Muhammad Rasul akamiz yonidan optim narxlarda metrajlarni xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz tovarlarimizni. Manzilimiz har doimgidek Urganch Tehkon bozorida 9 etajni tenda bo'ladi. Shu yerda mana Quyvasdan keyin yang'inasida bo'ladi. Asosda biz sizlarga donishtirib o'taveramiz. Muhammad Rasul aka. Assalomu alaykum. Ormanglar. Bu yopishamiz? Nima yopishimiz bo'ladi? Bismillah. Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xudo xolasa mana sizlar uchun yana yangiliklardan qilishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa yangiliklar dimzorlarini xalqimiz yaxshi ko'rgan mestadamiz. Xudo xolasa xalqimiz uchun ishlaydigan 9 etaj arzon tovarlarda yana ko'ylaklarda dimzorlarni olib kelib qo'ydik. Chevar tikib bermaydigan bahoda aka. Xudo xolasa 40 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ko'ylaklarni ko'ring. Dim xushro'y ko'ylaklarimiz bor. Yana onajonlarimizni 8-mart bilan tabriklagani Xudo xolasa aytganda ayollar Xudo xolasa kelayotgan bayraminglar, hayit bayramimiz bilan hammalarni tabriklayman. Bu yoqqa hayit bo'lib ketadi inshaalloh. Ena dimzo'r 8-martga ham, hayitga ham ketaveradigan padarkani zo'ri. Endi bu yoqqa sezoni poplin ko'ylaklarimiz 40 ming so'mdan bo'ladi aka. Xudo xolasa bir 40 ta rasvetkasi bor. Bemalol kelib tanlab olib ketaverasizlar. Razmerlari 54 dan 60 gacha razmerlarimiz bor. Endi tovarlarga o'tamiz. Xudo xolasa kelaverasizlar. Tovarga o'tishdan oldin sizlarga bitta ro'molni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ro'mollarimiz ham kelgan azizlar. Bu tarafda har xil gulli ro'mollarimizdan olib kelib qo'yganmiz. Ina toza rasvetkalari yetib keldi. Azizlar bemalol kelaverasizlar. Materiali dim yumshoq, boshingizda turadigan 10 ming so'mdan tanlagan ro'molingiz onajon. 10 ming so'm. Mana shu yerda tanlab olgan ro'molingiz 10 ming so'mdan. Buni kattaligini, materialini ko'rasiz. Ina dim xushro'y. Kelaverasizlar. Materialni ushlab ko'ring, ana boshingizda turadimi yo'qmi? Ayting. Ena dim zo'r. Ena xalqimiz o'zi kelib materiallarini ushlab ko'rib olib turibdi. Kattaliklari hammasi razmerlari bir xil, materiallari bir xil. Qarang, xudo xolasa bir 100 xil kelgan azizlar. Rasvetkalari dim ko'p, bemalol kelaverasizlar. 10 ming so'mdan tanlab olganingiz xudo xolasa padarkani zo'ri bo'ladi. Endi tovarlarga o'tamiz xudo xolasa. O'rtadan boshlab ketaveraylik. Ena dim xushro'y ipak bu, turk ipak deganidan bo'ladi. Xudo xolasa bularimizni 40 ming so'mdan teks qilib beryapmiz. Ina kelaverasizlar. Dim ajoyib. Har xil rasvetkalaridan bor. Eni 160 bo'ladi, 40 ming so'mdan. Turk ipak, toza ipak akajon. Eni. Rasvetkalarni ko'ring. Dim xushro'y. 40 ming so'mdan bu. 40 ming so'mdan. Eni. Turk ipak degani haqiqiy ipak matodan. Xudo xolasa kelaverasizlar. Har xil rasvetkalarni tanlab olib ketaverasiz. Ena dimzo'ri. Do'yin. Ena original do'yin bo'ladi. Xudo xolasa paplinni zo'ri. Ana. Ajoyib. Narxlari 15 ming so'mdan. Ena 160. Ena. Burchgulliklari xohlaganlarga ena. Nim xushro'ylaridan olib kelib qo'yganmiz. Ena 160 bo'ladi. 15 ming so'mdan narxlari do'yinlarimiz. Ena 3D variantlaridan ham bor bo'ladi. Xudo xolasa endi bo'ladi sezoni. Yangiliklarda to'xtamasdan olib kelib turamiz azizlar. Endi sizlarga yozga xudo xolasa bu yog'i issiq bo'lib ketadi. Konditsioner shoylarni olib keldik. Ena konditsioner deyiladi bular. Sababi bunday konditsionerga o'xshab havo o'tkazadigan joylari borligi uchun ena konditsioner shoyi original varianti 25 ming so'mdan. Rasvetkalari dim ko'p. Ena dim xushro'y, dim ajoyib. Azizlar bemalol kelaverasizlar. Ena hajatib kiyib yuradigan, haqqingizda o'tadigan tovar. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Xizmatingizni bemalol bajaradi. 2-3 yil bemalol kelaverasizlar. Azizlar 25 ming so'mdan konditsioner shoylarimizni aytdik. Endi boy xonimlarimiz ena qoshlari Swarovski, ena 160. Boy xonim original orqasi qora tovardan bo'ladi. Ena originali.
kelaverasizlar. Qoshlari to'kilib qolmaydigan. Eni 160, Swarovski qoshli 25 ming so'mdan har xil rasvetkadagi boy xonimlarimiz bor. Eni. Shu azizlar bemalol kelaverasizlar. Dim ajoyib. Rasvetkalarni ko'ring buni. Shoy variantlari deganlarga, shoylari xudo xolasa gullilari deganlarga, ina gulli variantlarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar azizlar. Ina 25 ming so'mdan shoy boy xonim tovarlarimiz. Muhammad Amin mana olib qo'y. Endi bu tarafimizda tilqi naturalkalarimiz, bular skidkaga tushgan varianti azizlar. Ina dim ajoyib, qoshlari dimzo'r, brilliant qosh bo'ladi azizlar. Bularimizni bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5 ta rasvetkasi. Shu yerdagi 5 ta sanaganlarimiz 50 ming so'mdan skidkada 5 rulon qoldi azizlar. Faqat tezroq shoshilamiz. Bular 80 ming, 70 ming sotilgan vajlarimiz 50 ming so'mdan skidkada. Endi bu tarafimizda shu yerdan boshlab, elektridan boshlab ketamiz. Bular toza partiya, toza gullar. Matolari zo'r, xamilyonga bosiladi. Qoshlari brilliant, baxtli ayol degan tovar. 80 ming sotayotdik, enajon 70 ming so'mdan tekis qilib beryapmiz. 70 ming so'm, eni 170. Eni 170. Dim xushro'y, dim ajoyib. Har xillaridan bor. Bemalol kelaverasizlar. Xudolarga bergan 10 metrdan, kelinni boshiga 2 metrdan dim ko'p olib turishibdi azizlar. Bu yog'iga 8-martga, hayitga, padarkaga ham dim zo'ri bo'ladi. Bemalol hurmatli odamlarga berilaveradi. Yaqinlaringizga, xudo xolasa ilinadigan narsa. Azizlar, rasvetkalari 20 xil bo'ladi, kelaverasizlar. Tanlab olasiz 70 ming so'mdan. Rasvetkalarini ko'raverasiz, tanlab olaverasizlar azizlar. Chertib olish imkoniyati sizlarda. Xo'p, 35 ming so'mlik, 35 ming so'mga tushirgan tomirlarimiz. Bundan faqat 1-2-3 rulonimiz qoldi 35ligidan. 2-3 kunda yangi rasvetkalarini olib kelamiz 35 ming so'mlik svetidan, rasvetkasidan. Endi bularimiz 25 ming so'mliklarimiz. Bilasizlar, materialida ozgina yupqali bor xolos. Shuni sifati zo'r, xameleon, bemalol kelaverasizlar. Tomirlari pechat, gullari hech ham o'chib ketib qolmaydigan. Eni 170 lik varianti 25 ming so'mdan azizlar. Tomir naturalkalar zo'r. Padarkalarga ham zo'r. Xudolarga 10 metrdan qo'ygani ham dim ajoyib. Qora rasvetkalaridan ham bor azizlar. Bemalol kelaverasizlar. Dim xushi. Bemalol kelinglar. 25 ming so'mdan 9 etaj arzonlarda topib olaverasizlar. Dim ajoyib rasvetkalaridan bor. Bemalol kelaverasizlar. Qorasini qarang, qorasi ham dim. Rang tanlamaydi bularimiz, yuz tanlamaydi. Bemalol kelaverasizlar. 25 mingdan tomirlarimiz, onajon 25 ming so'm. Endi bomboqqa o'tamiz. Anor bomboqlarimiz. Original variantidan eni 160 lik bo'ladi. Roza gulliklari ham bor. Bundan izini yetkazib kelamiz. Hozir 3 to'rilarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Bundan yana kelyapti. 25 ming so'mdan o'tgan yili 30 ming so'm sotgan bomboqlarimiz, anor bomboqlar. Endi bu yil 25 ming so'mdan narxlasindi. Bemalol kelaverasizlar. La Sagrada. Pechatlari dimzo'r, xamilyonga bosilgan, eni 170 La Sagradalarimizdan har xillari bor. Rasvetkalarini tanlab olaverasizlar. 45 ming so'm olib keladi. 45 ming so'mdan. Bunisini qarang. Maza qiladigan joyi. Gulini tozasini ham bostirib keldik. Xudo xolasa kelaverasizlar. Buni donishini ko'ring. Donadigan bulutli original eni 170 lik varianti bo'ladi. 45 ming so'mdan La Sagradalarimiz tanlab olaverasizlar. Endi Adnatonilarga o'tamiz. Adnatonni eni 170 bulutli donib turadigan original variantidan. Xudo xolasa bir 15 xil 20 xil rasvetkasi bor. Bemalol tanlab olaverasizlar. Izlay kelib, materiali zo'r, eni 170, eng originali bo'ladi 40 ming so'mdan azizlar. Bemalol kelaverasizlar. 40 ming so'mdan naturalka original
Endi sizga mramor variantini ko'rsataman. Xudo xolasa, bular ham Lassagrada bo'ladi, однотонный variantidan. Bemalol bularni ham 40 ming so'mdan tekis beraveramiz azizlar. Har xil rasvetkalarini o'zingizlar kelib, ushab ko'rib, materialga baho berib, yoqqanidan olib ketish imkoniyati sizda. Xudo xolasa, yana o'lchab berish bizdan. Yana bemalol kelaverasizlar, bulutli, original do'nib turadigan xilidan. Endi bu tarafimizda xo'p, bu yog'i xudo xolasa bahordan ham sakrab yozga o'tib ketamiz. Shifon. Azizlar, shifon keldi. Ina. Shifonlarda ham bir xudo xolasa bir 20 xilidan keldi. Rasvetkalari bor. Har xil variantlarni tanlab olaverasizlar. Bilasizlar, bular ro'molga, hijob ko'ylakka, namoz ko'ylakka hammasiga ketaveradigan variantidan bo'ladi. Ina. Tanlab oling, rasvetkalari dim ko'p. Ina. Azizlar, kelaverasizlar, 7,5 ming so'm. Shifonlarimiz ina boshlab berdik, 7,5 ming so'mdan. Shoy variantlari ham bor. Ina rasvetkasi. Tanlab olib ketaverasizlar, dimzor. Eni biri 60 bo'ladi. Shifonlarimiz. Xo'p. Bizga tozalarimiz keldi. Yana toza tovarlarimiz однотонный. Bularni bozorlarda 10 ming, 12,5 ming ko'rasiz. 9 etaj arzon matolarda xudo xolasa bularimizni narxi 7,5 ming so'mdan bo'ladi azizlar. Eni 7,5 ming so'mdan. Rasvetkalari bor. Yashili, rozovisi, elektr sveti, moloshnisi, sarig'idan, olov rangidan, xohlaganingizdan bor, bemalol kamalak bo'lib yotibdi bu yerlar. Kelib tanlab olib ketasiz 7,5 ming so'mdan. Однотонный bu jimfirga ham bo'ladi, vodolaskaga ham, dvoykaga, troykaga, tonikaga tanlamaydi. Xudo xolasa kelaverasiz, rangingizga tushgan ranglarni olib ketaverasizlar. 7,5 ming so'm. Xo'p, endi bambukka o'tamiz. Bambuk tovarlarimiz azizlar eni 2 metr bo'ladi. Ina bo'yimdan ham uzun. Men 1.74 mi? Eni 2 metr. Demak, ajoyib bambuklarimiz bir qatli, xalatli, dvoykalilarimiz. Ina. Xohlagan majizga ketaveradi. Rasvetkalari bor, haqiqiy tigr. Mana pantera variantlari ham bor. Xohlasangiz garoshka variantlaridan qilib beramiz ina. Garoshkalarimiz ham bor. Dim xushro'y kelaverasizlar azizlar. Bambuklarimiz eni 2 metrli, original xili 25 ming so'mdan. Ina. Endi kupra. Bular kupra tovar deyiladi. Buni ham eni 2 metr bo'ladi azizlar. Ina. 20 ming so'mga tashlab qo'ydik. 25 dan sotgan kupralarimiz eni 2 metrli, bambukimiz yonida turibdi. 20 ming so'mdan azizlar. Ina. 20 ming so'm. Ranglar kupra degan tovar yana. Ina. Dimzor, padarkaga ham, dvoykaga ham, troykaga ham, qudalarga bergan 10 metrdan hammasiga ketaveradigan xilidan bo'ladi yana. Bemalol kelaverasizlar, 20 ming so'mga tashlab qo'ydik skidkaga. Endi bu yog'imiz gerayin qoshli bo'lib ketadi azizlar. 15 ming so'mga tushirib qo'ydik yana. Ina. Tigr variantlari ham bor. Qoshlari xudo xolasa Swarovski to'kilib qolmaydigan, qudalarga, archag'a hammasiga ketaveradigan xilidan. Ina. Padarkaga ham dimzor, materiali gerayin bo'ladi, jazloyinga bosilgan. Azizlar, kelaverasizlar. Ina 15 ming so'mdan qoshli variantda jazloyinimiz. Dim xushro'ylari. Ina rasvetkalari bor. 15 ming so'mdan enajon. Ova, qoshlilarimiz 15 ming so'mdan. Endi toza rasvetkalardan ochamiz. Kelaverasizlar azizlar, bemalol. Ina. Tanlab olib ketamiz, rasvetkalari bor. Ina to'yga olib turishibdi, bemalol optimchilarimiz ham kelib xarid qilishingiz mumkin. 15 ming so'mdan gerayin tovarlarimiz azizlar. Milana o'tgan safargi reklamamizdan keyin kam qoldi bularimiz. Bilasizlar, bular muxlislari dim ko'p. 30 mingdan sotganmiz, 25 mingga ham tushirmadik. 20 ming so'mga tekis tushirib qo'ydik azizlar. Ina. Sraz 10 ming so'm minus. Ina. 20 ming so'mdan Milana to'y kechalari, vechirlarga dimzor, o'rtaqlaringiz chiqolaysiz, kuydiraman desangiz, mana shu ko'ylardan bitta kiyishingiz kerak. Dimzori bo'ladi 20 ming so'mdan. Ina. Lion. Bizda Leonlarda originali, xudo xolasa, oddiy latali variant emas. Bir taraf обязательный kronka bo'ladi va pechati bo'ladi azizlar. Originalida shuning bo'ladi. Ina. Bu original qalin variantidan bo'ladi, yupqasi emas. Eslab qolinglar. Ina. Leon haqiqiy shoyi. Azizlar, havo o'tkazishi dimzor. Havo o'tkazmaydi deb o'ylamanglar. Ina. G'ijim bo'lmaydi, utik bosmaysiz. Bemalol jaketka ham hozir maktab bog'chalarga shuni talab qilib turibdi. Qora variantlarini ham olib kelganmiz. Ina.
bog'chalar, maktablar shundan hozir so'rab turibdi. Originali xudo xolasa 9 etajda bo'ladi. Ina. Bir tarafida обязательный kronkasi va pechati bo'lishi kerak. Originalni farqlab olinglar. Bir marta yurganingizdan keyin prostoyi вообще yaroqsiz bo'lib qoladi aytdilar. Bu bemalol xizmatingizni qiladigan xilidan. Ina. Qizilini ko'p so'rab turishibdi. Qizillarimiz ham bor. Bemalol kelaverasizlar, qizillarni, ina rasvetkalarni kechirasiz. Ina. Dimzo'rlari rasvetkalarni tanlab olaverasizlar. Narxini eshitdinglar, narxi вообще bomba, original tovar bo'lganligi uchun bularimizni narxi o'ziga mos 12,5 ming so'mdan azizlar. Ina. Narxiga 200 marta arziydigan tovar bo'ladi. 12,5 ming so'm, 2 metri 25 ming so'mdan Leon originallarimiz bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Bizga 3D variantlari ham keldi. Ina. Bu telefonda вообще boshqacha ko'rinadi. Qarang. Dim ajoyib, bemalol kelaverasizlar azizlar. Bu ham 12,5 ming so'mdan. Ina. Qarang. Ichida yurganga o'xshaysiz azizlar, bemalol kelaverasizlar. Dim ajoyib. 2 metr 25 ming so'mdan Leon tovarlarimiz. Endi bu tarafimiz mana taxlab turibmiz. Adnatonni poplin. Adnatonni poplinlarimizni ina. Dim xususiyatlari bor, bemalol kelaverasizlar. Oqidan xohlaganlarga, qoradan xohlaganlarga hammasi rasvetkalarimiz bor. Bemalol kelaverasizlar. Poplin tovarlarimiz eni 180 bo'ladi. Oldin eni 170 kelardi. Endi eni 180 bo'ladi. Ina. Adnatonni poplinlarimiz qalinligi ham dimzo'r. Bemalol kelaverasizlar azizlar. Bularni 7,5 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ina. 2 metr 15 ming. 2 metr 15 ming so'mdan. Pradolarimiz ham ina Pradolarni bitta ko'rib qo'yasiz. Dimzo'r, eni 160, ajoyib tovar. Qalinligi ham, yumshoqligi ham dimzo'r tovar bo'ladi. Buni ham 7,5 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ina. Ajoyib narsa bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. 7,5 ming so'mdan Pradolarimiz ham, poplin adnatonilarimiz ham 7,5 ming so'mdan. Endi mana shu tovar nomi nima edi? Kim topadi buni? Yo'q, Muslim emas. Siz ketadi. Xullas, siz ketadigan tovarimiz azizlar 12,5 ming so'mdan Muslimga to'g'ri o'xshashib ketadi lekin. Ena. Kommentariyada nomini bilganlar yozib ketamiz. Nima nomi bu tovarimiz? Ena. Shu ham bir interesnada. Nomi nima? Agar topa olmasalar o'zimiz yozib qo'yamiz keyin. Topganlarga skidka bormi? Ha? Topganlarga skidka bor. Topganlarga xudo xolasa, bitta ro'mol beramiz azizlar. Ena. Hamma topolmasin keyin. Kusirva? Birinchi topgan odamga-dek. Birinchi topgan odam bitta ro'mol ena ketdi. Azizlar, xudo xolasa nomini topgan odamga bitta ro'mol ketdi. Ena 9 etaj arzonlaridan. Nima ajoyib. 12,5 ming so'mdan azizlarimiz. Ena. Xo'p, bu tarafda naturalkalarimizni fik, ya'ni prostoy variantidan nima ajoyib bo'ladi. Bu ham ko'ylak uyga kiygani ham ajoyib. Xo'p, o'zingizlar qizinglarga ko'ylak qilib tikib bersanglar, uyda hazat kiyib beradi bu yog'iga. 20 ming so'mga tashlab qo'ydik. Xullas, bunga ko'p to'xtalib o'tmaymiz. Ena 20 ming so'mdan 2 xil rasvetkasi bor, elektr va korishniy rasvetkalarni. Endi 170 lik naturalka prostoy varianti bo'ladi azizlar. Xalatli tovarimiz eni 2 metr bo'ladi. Bu 2 qatli xalatli varianti. Eni 2 qat bo'ladi buni. Qatlari eni orqasi boshqacha, oldi boshqacha bo'ladi. Shoyaxila bilasizlar 30 mingdan sotganmiz, 25 mingga tashlab qo'ydik. Hozir 25 mingdan bemalol kelaverasizlar. Bambuk eni 2 metrli xalatli variantimiz bo'ladi. Bu yoqda ko'ylada savdo avjida bemalol kelaverasizlar. Xo'p, endi orqa tarafimizda xo'p, men hozir mashadan chiqib olay. Mashada velvetlarimizni eni 2 metrli bambuk velvet xilidan azizlarimiz bo'ladi. 12,5 ming so'mdan berib olyapmiz. 15 ming so'mdan sotgan tovarlarimiz endi 12,5 ming so'mdan. Bayram oldi skidkada xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. 4 xil, 5 xil rasvetkalari bor. Eni 2 metr bo'ladi. Dvoykaga, troykaga hammasiga ketaveradi. Ena. Azizlar, eni 2 metr to'shni.
Dimzo'r 15 mingdan to'xtatmasdan sotganmiz bambuk velvetlarimiz endi 12,5 ming so'mdan. 12,5 ming so'm. O tarafimizda yaltiroq tovarimiz bor. Ini. Bu velvet yaltiroq variantidan bo'ladi. Hozir ini. Dim xushro'y zalli xilidan ini variantlarni tanlab olaverasizlar. Mana shu yerda rasvetkalari ko'p azizlar. Hozir o'lchab turganligi uchun qiynalib turibmiz. Ini. Rasvetkalarni tanlab olaverasizlar. Metri 10 ming so'mdan, 1 metr 10 ming so'mdan qalin tovar bo'ladi azizlar. Bemalol kelaverasizlar. Xo'p, endi bu yerda o'sha nomi topilmagan, hozircha so'roq bo'lib turibdi. Nomi gumon bo'lgan tovarimiz ketdi 12,5 ming so'mdan. Buni o'tib ketaveramiz chunki nariyada ko'rsatib o'tdik. Azizlar, markizalarimiz Eni 180 lik qalin markizalar bo'ladi 25 ming so'mdan. Geraylarimiz bor bomboq variantidan 15 ming so'mdan. Rasvetkalari bor kelaverasizlar. Yashili, qorasi har xilidan olib kelib qo'yganmiz. Ular 15 ming so'm, markizalar 25 ming so'm. Endi gulli yaproqli naturalkalarimiz bor. Ini original variant, endi 170 lik bulutli do'nadigan xilidan. Endi yaproq bo'lib yangi gul bo'lib chiqdi. 45 mingdan 40 mingdan sotgan narsamiz 35 ming so'mdan. Ini gulli variantlari ham bor. 35 ming so'mdan. Xohlasangiz ina tomir guli bosilgani bor. Dim ajoyib. Xohlasangiz tigrovka, anakonda varianti bor. Ina ayollarimizga mos. Bilasana o'zing qaraqaling. Ina shoyi variantlari bor. Dim ajoyiblaridan keldi. Xudo xolasa yo'q, hazil. Ina dimzo'r. Rostdan ham anakondan teriga o'xshaydi. Ina kelaverasizlar, dimzo'rlari 35 ming so'mdan. Ina gullik naturalka original bulutli do'nadigan variantidan. Gullarni ham bitta ko'rib qo'yamiz. Ina bardoviy yashil elektr svet, korishneviy sveti. Ina elektr variantlari ham bor. Qizilidan, bardoviysidan bemalol kelaverasizlar. Mana shu tarafda 35 ming so'mdan naturalka gulli variantlarimiz bor. Endi 15 ming so'mdan gerayin qoshli variantlaridan keldi. Xudo xolasa orqasi qora original xilidan bo'ladi azizlar. Bularda rasvetkalari mana shu yerda ko'rib turibsiz, bir 50 xili bor. Bemalol kelib o'zingizlar tanlab olaverasizlar. Enadim xushi. Qarang, shoya anor deydiganlarga anor. Ena gullilarimiz, burch gullilarimiz ham bor. Ena rasvetkalarni bemalol tanlab olib ketaverasizlar. Har xilidan olib kelib qo'ydik. Bular to'ychilarga 10 metrdan archaga tashaganni, kelinni boshiga 2 metrdan, hozirgi padarkaga bergani shoyi variantlarimiz har xilidan keldi. Azizlar 15 ming so'mdan bo'ladi. Ena bizda pechat bo'ladi, hammasi fabrichniy narsalar. Prostoy narsa degan narsa yo'q. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Tovarlarimizga konkretniy javob. Ena original variantlari bizda. Xudo xolasa agar fashifga bo'ladigan bo'lsa aytamiz обязательно. 15 ming so'mdan tekis gerayin qoshlari Swarovski, endi 160 lik gerayin tovarlarimiz 15 dan tekis kelaverasizlar. Endi markizalarimizga o'tamiz. Markiza adnaton bularimizni bir qatlilari, ina gulli variantlaridan tanlab olaverasizlar. Bular kupra gulli deyiladi. Ina markizalarimiz, xudo xolasa bu yog'iga sezoni dimzo'r ko'ylaklar chiqadi shulardan. Ina gatoylari dim xushi bo'ladi. Ina shoyi variantlar. Markiza onajonim. Markiza. Endi 170 lik markizalarimiz. Ina narxlar sinda 17,5 ming degan narsa yo'q. Endi tekis 15 ming so'mdan kelaverasizlar izlar. Ina 15 ming so'mdan 2 metrdan bitta dimzo'r ko'ylak chiqadi. 2,5 qilib qo'ysangiz, ishtoni bilan maza qilib kiyib yurasiz buni. Ina azizlar kelaverasizlar 15 ming so'mdan mashadan boshlab shu yergacha 15 ming so'mlik tovarlarimiz. Ina 15 ona. Yo'q, nu natural 25 ming so'm. Bitta ichiga qo'shilib qolibdi-da. Ina mana shu naturalkani ham bitta ko'rsatadi. Shuni ko'p qidirib turishadi. Bular naturalkalarimiz 45 ming, 60 ming sotgan naturalka prosta ikkita rulonimiz qolib ketib qoldi. Shuning uchun bularni 25 ming so'mdan tugatishga berib yuboryapmiz azizlar. Budjetli narsa, xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. 45 ming so'mdan u yoqdan olmaysizda, bemalol kelib 25 ming so'mdan olasiz. Sifat bir xil. Konkretniy javob. Ina kelaverasizlar. Bularimiz markazalarimizni aytib o'tdik. 15 ming so'mdan. Endi sizlarga yana bitta narsani ko'rsatamiz. Shunday katta mestamizdan chiqib kelaversangiz,
Bu tarafimizda ko'rpachalik do'konimizni bilasizlar. Ko'rpachaliklarimizni ham hali obzorini alohida qilib beramiz. Ko'rpachalik tovarlarimizdan mana shu yerdan aytib ketamiz. 15 ming so'mdan tortib 17,5 ming so'm, 50 ming so'mgacha ko'rpachalik tovarlarimiz bor. Zarsizlarimiz 15 ming so'm bo'ladi. Zarli variantlari eni 1.60 lik, ikki ko'rpachali bo'ladi. Enidan ikkita ko'rpacha bemalol chiqadi. 17,5 ming so'mdan. Plastinalarimiz bor. Eni 230 dim xushro'y. Har xil rasvetkalarni tanlab olaverasizlar. Bularimizni 6 ming so'mdan qilib beryapmiz. Plastina eni 230. Dasturxonlarimiz kelgan. Eni. Mana qarang. Ishtahani ochadigan apetitni bo'ladi. Xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Bularni nech pul beryapsiz? 20 ming so'm, 25 sotyapti. 20 ming so'mdan. Endi bu yoqda pechatlarimiz bor. Oq parchalarimiz 12,5 ming so'mdan. Dasturxonimizni 3 metrli varianti ham bor. 3 metrli varianti ham. Bularni 35 ming so'mdan qilib beryapmiz, to'g'rimi? 30 ming so'mga, 30 ming so'mdan bera olamiz aka. Bular 12,5 ming. Bular dasturxonlarimiz 30 ming so'mdan beryapmiz. Azizlar bemalol kelaverasizlar, bu ham bizning do'kon. Bularimiz velvet tovarlarimiz ko'chada 10 ming so'mlik tovarlardan ketdi. Momiqlar 10 ming so'mdan. Ini. Angorka 2 qatli 25-30 sotgan narsamiz 10 ming so'mdan. Momiqlarimizda dim xushlar bor. Ini. Bular tugatishga 17,5 dan sotgan narsalarimiz azizlar. 10 ming so'mdan, eni 2 metr uголокlarga, mashinaga, chexolga. Ini. Mana shu jimfirli tovar bo'ladi, angorka xilidan. Ini bemalol kelaverasizlar 10 ming so'm. Bu yog'i mut. Ini. Momiqni qarang, bu yumshoqligini mashinaga chexolga qo'ysangiz ham uголокka o'zingiz shuba qilib, jaket qilib tiksangiz ham bo'ladi. Eni 170 lik bo'ladi eni jonim. Ini g'olini ustiga tashab qo'ygani ham dimzo'r. Qarang, orqasi salafon bilan chiqqan. Bemalol kelaverasizlar, suv yo'q, poq o'tmaydi. Azizlar kelaverasizlar ko'chada 10 ming so'mlik momiq tovarlarimizdan bemalol olib kel. Tushdiz ana jonim. Kelaverasizlar azizlar 10 ming so'mdan. 9 etaj doim xalq to'ylab yuradigan inshaalloh. Manzil bir tushuntirib bersak? Xo'p bola. Manzilimiz bu tarafda Xivas degankasi, bemalol kirishingizda birinchi mesdamiz. 9 etajda poliklinikaga qaragan tarafida bo'ladi azizlar. Bu yog'imiz To'q bozor, 5 blok magazinlari yo'li. Xudo xolisa bemalol kelaverasizlar. Hammalarni kutamiz. Bo'ldi, hurmatli obunachilar, ko'rdingizlar, videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, zo'r tovarlarni ko'rsatib o'tdik sizlar uchun. Bizlar podpiska bosinglar, videomizga like bosib, fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun qiziq. Har bir kommentariyaga iloji boricha javob berib o'tishga harakat qilamiz, xudo xolasa.